o'zi bizni eshitayotganlarga sal tushunarli bo'lishi uchun o'zi bir ikkita so'z bilan aytganda eskrov tizimi nima o'zi bir tushuntirib beringchi. Mana men quruvchiman. Siz bank. Men xaridorman aytaylik. Siz xaridorsiz. Men uyimni qurib sotishim uchun men sizga boryapman, eskrov счет ochaylik dedim. Siz talablarni qo'yasiz. Talablar qonunda belgilangan. O'sha talab asosida men hamma qilishim kerak bo'lgan ishlarni qilib eskrov счет ochaman. Ochganimdan keyin aholi o'sha eskrovdan uy olish uchun eskrov tizimi orqali uy olish. U pulni eskrovga to'laydi. Eskrovga tushgan pulni men sizga asoslayman. Shu uyimga muncha sement ketadi, muncha armatura, muncha boshqa qurilish materiallar. Hammasini asoslayman, siz o'shanga целевой qilib pul tushirasiz. Misol uchun uyim jami 10 milliard bo'ladi. Tushgan pul 20 milliard. Men uyni bitirmagunimcha 10 milliardni olaman. Siz menga 10 milliarddan boshqa ortiqcha bermaysiz. Men bitirib kadastr 100% go'sakt qilganimdan keyin eskrov yopiladigan payt qolgan pulni foydangizni keyin olasiz. Demak, qurilish davomida pul ola olasiz o'sha eskrovga tushgan pulni. Faqat o'sha binoga ketadigan masalliq uchun olasiz. Lekin hozir hamma chiqish qilayotgan, internetda chiqish qilayotgan tadbirkorlar quruvchilarning 99% pul ola olmayman deb tushunib gapiryapti. Yo'q, ular aldayapti va manipulyatsiya qilyapti. Buni aniq aytish kerak. Yana bitta narsa. Eskrov qilgandan keyin eskrov счетdan dividend qilib pul chiqara olmaydi. Tushunyapsizmi? Piramidalarda o'zidan nimasi qiladi. Bugun pulni yashira olmaydi. Juda ham xato qilayotgani bir xil odamlar, men aytaman to'g'risi, men deydi halol yo'l bilan qilyapman deydi. Qanaqasiga halol bo'lishi mumkin? Agar u ma'lum bir yerni sotib olgan, o'sha yerga quradigan loyihasida odamlardan mablag' oldi. 50%ni sotdi, hali qolgan 50%ni sotmagan. Shu 50%dan hisob-kitob qilib, ichidagi foydani olib, yo mashina sotyapti, yo boshqadan yer bir narsalar olyapti-da. Hali qolgani sotiladimi yo'qmi degan kafolat yo'q. Mabodo sotilmasa, bu ishlatib qo'ygandan keyin, bu foydani bu yoqqa kirgizmagandan keyin qurolmay qoladi-ku. Nima bo'ladi bu odamlarning oldida? Shuning uchun eskrov bo'lgandan keyin u kafolatlangan bo'ladi. Ertaga bank hech qachon yutqizmaydi. Mabodo quruvchi ertaga nimadir bo'ldi, qurmayman, qurolmay qoldi, nimadir bo'lib qoldi. Bank shunaqa счет ochilganda bu kafolat nimaga bank beradi? Chunki bu biznes bankka o'tib ketadi. Bankniki bo'lib qoladi. Agar quruvchi oxirigacha qilmadimi, bank oldi, o'zi xohlasa qurib bitiradi, xohlasa boshqasiga berib qurdiradi. Davom ettiradi. Lekin narx-navo yildan-yil oshib boryapti, yer ham boshqa. Shuning uchun bank hech qachon yutqizmaydi. Boyagi savollarda narx oshishi bo'yicha marja kamayadi. Quruvchilarda ularni og'irtayotgan narsa shu. Yo'q, marja kamayadi, to'g'ri. O'sha bular aytgan gap ham shu. Ilgari 5 so'm foyda qilyotgandi, endi 3 so'm foyda qiladi, deyaptilar. Yaxshi, lekin bizda amaliyotda ko'p kuzatganmiz. Masalan, qaysidir bitta mahsulotga aytaylik, benzinga deylik, aksiz solig'ini ma'lum bir energiya inqiroz bo'lgan paytda bekor qilishadi. Asosiy maqsad nima bo'ladi? Narx oshib ketmasin, arzonroq bo'lsin deb. Lekin o'sha bekor qilingan imtiyoz u quruvchini, o'sha tadbirkorning marjasi bo'lib qoladi xolos. Ya'ni narxlar hech ham arzonlashmaydi. Amalda o'sha turaveradi yoki sal qimmatlashadi. Lekin mana bu yerdan 12% masalan QQSdan foyda deydigan bo'lsa, shunchaki tadbirkor 12% ko'proq foyda qiladigan bo'lib qolyapti-da. Ko'p joyda shunaqa. Misol uchun u raqobat yo'q sohalarda shunday farq shunda. Qurilishda mana men biz bekorga gapirmayapmiz. Mana misol uchun ko'p mahsulotlarga QQS bekor qilindi. Pandemiyadan keyin narxlar tushmadi. Sababi o'sha sohalarda importda raqobat yo'q edi-da. Ularning marjasini oshirib bergani qoldi xolos davlat. Shuni aytaman. Benzin bilan 80 benzin bilan ham esingizda bo'lsa ko'p gaplashganmiz, shunaqa bo'ldi. Bu yerda agarda hozir eskrov счетlarni 2026-yilda emas, 2018-yilda qilganda siz aytgan narsa bo'lardi. Chunki u paytda raqobat yo'q edi. Bilasizmi, 5 ta quruvchi bor edi. Rossiyada mana shunaqa qo'rqqan hammada. Keyin eskrov tizimini qilgandan keyin banklarning o'zi ham sotuvga kirib ketdi. Banklar reklama bilan kirdi, boshqa qildi. Bu yerda raqobat paydo bo'ldi. Raqobat bo'lgan hisobiga ozgina narxi Rossiyada tushdi. Eskrovga tushib ketgandan keyin. Siz masalan 100% ishonasiz, 2026-yilda to'liq majburiy eskrov tizimi ishga tushishiga. Qonunchilik palatasi ertaga Senatda tasdiqlangandan keyin hurmatli prezidentimiz imzolaydilar qonun, ana shundan keyin 100% ishga tushadi. Ya'ni asosiy masala faqat shu qonunda qoldi xolosmi? Qolgan hamma joyi tayyor turibdi, qonun bo'lishi bilan yurib ketadigan tizimmi bu? Masalan, hozir mana ipoteka bank hozir harakat qilyapti. Menimcha 1-2 oyda ixtiyoriyini ko'rasizlar ishlaydi.
u yerda o'zini hurmat qilgan developerlar ipoteka bankka murojaat qilgan va birgalikda ishlayapti. Ular o'sha escrow bilan odamlarning ishonchi, chunki odamlarning ishonchi yo'qolganda ko'p. Quruvchiga. Bilinyapti. Bu holatda bemalol ishonib olaveradi-da. Bu unda qaysidir qurilish kompaniyasi tezroq escrowga kirib kelsa, bu o'zlari uchun foyda ekanda. Hozir shunaqa qilishyapti. Ya'ni bu qolgan raqobatchilaridan ustunlik tomoni sifatida talqin qilsa bo'lar ekan. Iste'molchilarga ham foydada. Buni hali iste'molchi qo'li bilan ushlab ko'rgani yo'q. Nima uchun foyda? Mana misol uchun Lazifon qaysidir XXX kompaniyasidan ulushdolik asosida kvartira xarid qildi deylik-da. Aytaylik 3 oydan keyin pul kerak bo'lib qoldi biznesiga, kengaytirishga. O'sha huquqni sota oladi. Kimga sota oladi? Ochiq bozorda sota oladi. Ya'ni bir shaxsdan ikkinchi shaxsga o'tkaza oladi, notariusga borib sota oladi. Misol uchun sizga sota oladi. E'lon qo'ya oladi. Men ulushdolik huquqimni sotaman, xuddiki kvartiramni sotaman degan. OLXda yangi e'lonlar paydo bo'ladi. Yangi e'lonlar paydo U bo'ladi. nafaqat kvartira. Kelajakda Ha. ofis bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, hamma narsani shunaqasi. To'liq uyni emas, masalan, to'lab qo'ygan Huquqini, ya'ni 35% ulushdolik huquqini. Chunki u kadastr ro'yxatga olinadi. Kadastr raqami paydo bo'ladi uni. Notarial amalga oshiriladi bu bitim. Hozir uncha-muncha quruvchiga borsangiz, shartnomani birovning nomiga o'tkazishga yo'q deydi yoki pul so'raydi yoki u deydi, bu deydi. Ancha mashmashasi bor, keyin huquqingiz baribir realizatsiya bo'lmaydi bu yerda. Keyin u shartnomada aholimizning huquqi to'liq ta'minlanmagan. Shartnomalarni ko'rsanglar, bizani endi to'g'risi o'zimiz ham talab qilishni bilmaymiz, shartnoma o'qishni ham bilmaymiz. Yo'q, to'g'ri. Boshqa narsa sizga tushing. Aytaylik bitta ko'p qavatli uy-joy qurilyapti yoki tijoriy ofislardan iborat bo'lgan markaz qurilyapti. U o'sha qurilish davomida quruvchi maoshlarni oqda bermaydi. Ya'ni hamma ishlatayotgan xodimlarini to'liq ro'yxatga olmagan. Ro'yxatga olgan taqdirda ham faqat maoshini aytaylik ma'lum bir qismigina eng kam ish haqi darajasida maosh to'laydi, qolgan qismini naqdda hisob kitob qiladi. Va hokazo, xuddi shunaqa qurilish materiallarini kirim qilishda, xarid qilishda, umuman boshqa munosabatlarda ham, hattoki mana biz endi bu narsani ham aytib o'tishimiz kerak. Yashirin iqtisodiyotda boshi bu yer sotib olishdan boshlanadi deb o'ylab qaraganda-da. Ba'zi bir tadbirkorlarimiz xohlaymizmi yo'qmi, yer sotib olishdagi xarajatlarni aks ettirmaydi. Uy-joy narxida. Bu ham o'z-o'zidan yashirin iqtisodiyotga kirib ketadi-da. Men shu jihatdan aytyapman. Ya'ni formal jihatdan olib qarasangiz, yuridik shaxs qurilish bo'yicha ruxsatlarni olgan, hamma instansiyalar bilan kelishgan, lekin uni bunyod etishda juda katta zanjirlarda yashirin iqtisodiyotda hamma formalari saqlanib qolgan. Mana shu joy haqida menga qiziq. Ya'ni tadbirkorlar siz bilan muloqot bo'lgan paytda mana shu joylarni ochishni istamayotgan deb men nazarimda-da. Mana men hozir aytdim-ku, davlat obyektlarida to'g'ri u narsani qila olmaydi, lekin masalan ko'p qavatli uy quradigan, boshqa qiladigan ular hammasi xiyonat iqtisodiyotga zainteresovan. Manfaatdor. Endi uni bartaraf qilish bo'yicha ham tizim qilganmiz. Hozir endi Qonunchilik palatasi Adliya vazirligi ishlayapti. Topshiriq Adliya vazirligi ketgan. Ular hozir Oliy Majlisga kiritishdi. Escrow tizimi agar majburiy bo'lsa, escrow orqali biz ko'p qavatli uylarni hammasini 100% qamrab olamiz. Mana hozirgi kunda ulush kiritish orqali sotilayotgan uylar bor-ku. Bizda asosan qurilayotgan 99% uylar hammasi ulush orqali, ulushdorlar orqali sotiladi aholining mablag'iga. Oldindan badal beradi, biznes beradi. Buni kontrol qilish o'zi vazirlikning vazifasiga kiradimi? O'sha vazirlik o'yin qoidalarini belgilaydi-da baribir. Lekin uni nazorati bilan vazirlik shug'ullanmaydi, to'g'rimi? Yo'q, uni inspeksiyasi bor, qurilish bilan bog'liq bo'lgan detallariga, yashirin iqtisodiyot qismiga shug'ullanadi. Ya'ni aytmoqchilarki, misol uchun qaysidir bitta qurilish kompaniyasi 1000 ta xodim ishlatyapti-yu, lekin hujjatda 100 ta xodimni ko'rsatgan yoki oyligini ham kam ko'rsatgan. Bunga sizni vazirligingizni manfaati bormi, yo'qmi? Juda ko'p yo'nalish bor. Masalan, bu birinchi navbatda o'zi vazirlikning funksiyasi aholiga xavfsizlikni ta'minlash birinchi navbatda. Bu degani zilzila bardoshli bo'lishi. Insonlarning xavfsizligini ta'minlash uchun o'sha yong'in xavfsizligi bor. Boshqa hamma xavfsizliklar normalarida bizani iqlimga moslab, bizani
butun seysmikamizga, geologiya hammasini hisobga olib turib bizlarni normativlar ishlab chiqilgan. Shu normativlar asosida barcha loyihalar ekspertizadan o'tkaziladi. Keyin ekspertizadan o'tgandan keyin nazorat inspeksiya o'sha loyiha asosida inspektorlarimiz bundoq qaraganda bu bino baquvvat yo'ligini ayta olmaydi. Lekin siz hozir aytmoqchisizki, vazirlik loyiha bilan solishtirib qiladi. vazirlik uchun mana shu narsa muhimroq bo'lgani uchun boyagi xufiyona anaqa iqtisodiyot Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Yo'q. Unaqa demoqchi. Men aytmoqchi bo'lgan. Bu narsa birinchi yo'lga qo'yilib shunaqa ketganki, bu yoqqa endi ko'p qavatli uy qurish rivojlanib ketdi, keyin uni ustiga qonunchiligimizda bizada o'sha eskrov tizimi bo'lmaganligi uchun qo'pol qilib aytganda piramidachilarga o'xshagan nimalar ham paydo bo'lib qolganda hozir developerlar. Uni hozir biz bilmaymiz. Pulni bittaga Hech kim bilmaydi uni hozir. eskrov tizimi bu yil ishga tushishi kerak-a? Eskrov tizimi ishga tushishi kerak. Hozir eskrov tizimi ixtiyoriy ishlata olamiz. Mana hozir bizga ipoteka bank yaqinda murojaat qildi. Birgalikda ish boshladik. Ixtiyoriy faqat ipoteka bank xohlaganligi uchun ular bilan mana ish boshlaymiz. Ular o'zini nimalari bilan klientlar bilan birgalikda ishlashmoqchi. Bu tizim to'liq ishga tushsa, butun O'zbekistonda hozir onlayn platformamiz ishlab turibdi, integratsiya qilingan notarius bilan, nazorat inspeksiya bilan, banklar bilan, hammasi bilan. Faqat majburiy qilinsa qonun bilan. Keyin hamma agar majburiy qilinsa bu narxlarni keskin ko'tarilishiga olib keladimi? Shunaqa kutilmalar bormi shunaqa? Yo'q, narx ko'tarilishiga eskrov tizimi uni qattiq ta'sir qilmaydi. Narx ko'tarilishiga yer oshish kelishi mumkin. Bozor munosabatli keladi, lekin eskrov tizimi ta'sir qilmaydi. Nega? Yo masalan, qarang, agarda quruvchi misol 100 milliard pul aylanma qiladi realda, lekin uni hozir aytaylik 20 milliardini ko'rsatyapti, qolganini yashirin iqtisodiyotda aylantiryapti. Bu degani 20 milliardidan soliq to'laydi, 80 milliardi qandaydir ko'rinishda soliqlardan qochadi yoki boshqa xarajatlardan qochadi. Endi 100ni ham hammasini oqartirganimizdan keyin, majbur bo'lgandan keyin soliq to'lash, soliq yuki, shu kabi yuklar iste'molchini oxirgi zanjirda iste'molchini zimmasiga borib qolmaydimi? Endi bugungi kunda masalan quruvchi 5 so'mga qurib turib, uni 10 so'mga sotayotgan bo'lsa, bozor 10 so'mda shaharda. Masalan, bozor narxida sotadi. Bozor narxida sotadi, 5 so'm foyda qilyapti. Ertaga uni shaffof aylantirib turib, soliqlarni to'lasada 5 so'm emas, u qurilishi 7 so'mga aylanadi. Lekin u 3 so'm foyda qiladi. Yana 5 so'm foyda qilsa bozor. Bu mexanizm O'zbekistonda uncha ishlamaydi-da. Nega? Ya'ni u hamma mana qarang, siz tushundim. Mana hozir 5 so'm foyda qilyapti. Endi 2 so'm soliq mingandan keyin 3 so'mini o'ziga olib qoladi deyapsiz. Bizda unaqa qilmaydi. 2 so'mini iste'molchilar zimmasiga yuklaydi va uyda narxi 12 so'mga aylanadi. Yo'q, lekin aytmoqchilarki, bozor o'zi boshqa talab va taklif odamlar olmay qo'yadi demoqchi. Tiyadi. Narx daromadlari cheklanganligi tiyadi, raqobat tiyadi demoqchi bo'lyapti. Lekin shu yerda bitta savolni berib ketishmoqchiman-da. Qarang shu yerga. Eskrov tizimini joriy qilish bo'yicha prezident farmoni chiqqaniga 1 yildan oshdi. 2025-yil yanvarda chiqqan agar adashmasam. Bu farmonga ko'ra ixtiyoriy ravishda 1-iyul 2025-yildan joriy etilishi kerak edi. Majburiy ravishda 1-yanvar 2026dan ishlash kerak edi hamma qurilish tashkilotlari. Mulkchilik shaklidan qat'iy nazar. Lekin prezident farmoni mana shu qismi keyinga surilyapti. Avval aytildi eskrov tizimining joriy qilinishi 1-apreldan deyildi. Hozir 1-aprel haqida ham aniq nima yo'q va keyingi kunlarda, haftalarda shunaqa aytilyaptiki, qonunchilikka o'zgartirish kiritishimiz kerak ekan degan vaj ko'rsatilyapti. Lekin men bu to'g'risida shunday yurist sifatida ham gapirsam, bunga qonunchilikka o'zgartirish zaruriyati yo'q deb hisoblayman va men shunaqa fikrdamanki, quruvchilar bilan ko'pi bilan gaplashsam, ularda ichi yonib turgani yo'q eskrovni tezroq joriy qilishga. Qaytanga qancha kechroq bo'lsa shuncha yaxshi. Ular bilan gaplashganimda shuni his qilaman. Va shunaqa o'ylaymanki, bu keyinga surilayotganning sababchilaridan biri ham shu quruvchi tashkilotlarning o'zlarining xohish irodalari va ularni shu ta'sirlari deb o'ylayman-da. Endi bu meni fikrim. Xato qilayotgan bo'lishi mumkin. O'zi siz nima deb o'ylaysiz? Mana prezident farmonini 1 yil bo'ldi chiqqaniga. Prezident hujjatlarini ijrosi bo'yicha nazorat juda yaxshi, juda qattiq. Lekin
oradan 1 yil o'tib turib endi qonunchilikka o'zgartirish kiritamiz degan vajlar ko'rsatilishi qanchalik asosli? Unaqa emas. Farmonni o'qisangiz, farmonda aniq topshiriqlar berilgan. Har bir vazirlik o'zining topshirig'i bor. Qurilish vazirligining topshirig'i o'sha 1-yildan ixtiyoriy ishga tushirib qo'yish kerak edi. Programmamiz ishga tushgan. Hozir onlayn siz ham kirib ko'ra olasiz. O'zimiz ham ko'rsatib bera olamiz. Integratsiya qilganmiz kadastr agentligiga, nazorat inspeksiyaga, shaffof qurilish butun nimasiga, tizimiga, banklarimizga hammasiga integratsiya qilganmiz. Va notariusga integratsiya qilganmiz. Tayyor turibdi. O'shaning uchun aytyapman, ipoteka bank endi xohish bildirdi. Ixtiyoriy bo'lganligi uchun. Majburiylik uchun kim javobgar edi? Majburiylik bo'yicha Adliya vazirligi qonunni o'zgartirish kiritish kerak edi. Qonun ishlab chiqishda to'g'ri qiyinchilik bo'ldi. Ular Rossiyani konsultantlarini olib kelishdi. Ular bilan ko'p bahs munozaralar bo'ldi. Keyin tadbirkorlar, quruvchilar assotsiatsiyasi hammani jalb qilib birgalikda juda ko'p ishlashdi. Menimcha qonunchilikda sal og'irroq bo'ldi ishlab chiqishda bir xil joylari. U yerda endi majburiy qilinyapti. Shuning uchun ozgina o'ziga yarasha menimcha shu narsalar bo'ldi. Eng asosiysi bu yerda mulk huquqi paydo bo'ladi. Siz ulush kiritgan zahotingiz mulk huquqi paydo bo'ladi-da. Ya'ni kadastr xalq tilida Xuddi shunday.